Bu dunyo tarixidagi birinchi eng shafqatsiz moliyaviy piramida edi. Uning nomi Lolemaniya. Bu yerda odamlarni kripto emas, oddiy gullar xonavayron qilgan. 1634-yil Gollandiya. Lolalar shunchalik trendga chiqadiki, hukumat buni nazorat qilish o'rniga jimgina kuzatib turadi. Olomon ochko'zligi esa iqtisodiyotni jilovlab oladi. Kichikkina bog' lolalar narxi shahar markazidagi hashamatli uy narxiga tenglashadi. Odamlar aqldan ozib Borbudini, uyi va chorvasini sotib, mana shu gullarga sarmoya tikishadi. Gullar faqat bahorda ochilardi, lekin sotuvchilar mavsumsiz savdoni o'ylab topishdi va dunyoda ilk bor futures paydo bo'ldi. Odamlar hali tuproq ostidagi mavjud bo'lmagan gulning aksiyasini sotib ola boshlashdi. Ammo 1637-yilda pufak portladi va bir kun ichida bozorlarda birorta oluvchi qolmadi. Hamma vahima ichida sotishga tushdi. Lekin kech edi. Gullar va aksiyalar narxi bir zumda 99% ga quladi. Bugungi kripto va futures birjalari ham aynan shu mexanizmda ishlaydi. Tez boyib ketish orzusi aslida minglab insonlarning tugashiga olib keladi. Nomlari o'zgardi, lekin mexanizm o'sha. Bu tarixni bilishi shart bo'lgan yaqinlaringizga videoni yuboring va ko'zingizni ochishda davom etish uchun obuna bo'ling.